Ronaldinyoning oltin to'p marosimidagi paydo bo'lishi futbolchilar orasida hayratlanarli reaksiyalar uyg'otdi. U tadbirga kirib kelgan zahoti tomoshabinlar uni tik oyoqda olqishlashdi. Ammo eng katta e'tiborni ayrim futbolchilarning reaksiyasi tortdi. Lamin Yamal maydondagi va undan tashqaridagi iqtidori bilan mashhur yosh yulduz o'zini tutib tura olmadi. Afsonani ko'rishi bilan u yugurib borib quchoqladi. Bu braziliyalik futbol afsonasiga bo'lgan chuqur hurmat va hayratning belgisi edi. Shundan keyin Rafinha ham o'z kumiri qarshisida bir lahza jim qolib ketdi. Go'yo bu braziliyalikdan braziliyalikka o'tadigan ramziy estafeta edi. Hatto sobiq raqiblar ham hurmat ko'rsatishdi. Luis Figo bir vaqtlar Ispaniyada Ronaldinyoga qarshi o'ynagan futbolchi ham bu imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. Portugal yulduzi braziliyalikni quchoqlab futbol gigantlari o'rtasidagi o'zaro hurmatni namoyish etdi. Eng ta'sirli lahza esa Usman Dembele oltin to'pni aynan Ronaldinyo qo'lidan olgan paytda yuz berdi. U his-tuyg'ularini yashira olmadi. Bu aql bovar qilmas holat. Men hayajondaman. Bu sovrinni futbol afsonasi Ronaldinyo qo'lidan olish. Menda shunchaki so'z yo'q, dedi u.